O'zingizni hozirgi paytda eslaganingizda hayollaringizdan nimalar o'tyapti? Tog'am eslaganda har doim yaxshi xotiralar qolgan. Ko'proq tog'am ham tanqidchim edi. Chunki yoshlikdan hech kim maqtaganlarini eshitmaganman-da. Tog'ingiz bilan do'stona gaplasharmisiz yoki hayiqib turarmisiz? Hayiqib turardim. Tog'amdan qo'rqardim. Chunki jahldor seriozniy inson bo'lganlar. O'shaning uchun ular bilan gaplashishdan oldin birinchi o'ylab olardim nima deyishdi. Masalan, oldilariga kirishdan oldin ham birinchi ozgina o'ylab eshikni oldida kuttirardim-da, keyin o'sha hamma narsani tayyor bo'lgandan keyin kirardim, lekin o'shanda ham bitta gap bilan mos qilib qo'yardilar. Sekin chiqib chiqib ketaveradi, yerga qarab.